Nurg'unlar deydi, agar savsonning avlodlarining umri qisqa bo'lib qolmagan bo'lsa, Simoy ularning huquqini tatib ololmas deydi. Unda bo'lsa, Sopi bilan Savriyning umri nima ish qisqa bo'lib qoldi? Siz buni qiziqamsiz? Yurak berib, alt raqamni yo'llab saqlayotgan ekan, filmning davomi ko'p. Ishbalchaligini ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Savsa o'lib ketgandan keyin uning avlodlari, Sopi, Savriylarmi keyni-keyndilar yosh ketib qoldi. Undaqda buning zot qanday sabab? Buning birinchisi Sopininki xizmat bismining ishib ketganligi. Chunki Sopi yana ishga chiqqandan keyin, ya'ni podshoh bo'lgandan keyin cho'qim o'zining huquqini kuchaytirish uchun o'zining dushmanlarini yo'qotish kerak. Uning eng chong kuchlari da uning qarindoshlari bo'lg'achqa, u barliq qarindoshlarini yiroq-yiroqlarga qolib o'tish uchun, ularning huquqini kamaytirish uchun bek tirishib ishlaydi, qattiq ishlab besim ishib ketadi. Ikkinchisi, uning aslida kichik vaqtdan boshlab o'pish kesili bor. Demak, ikkisi qo'shilib uning hayotini oxirlashtirgan. Undan keyin Sopining o'rnidan chiqqan Savri xizmatda unchalik tirishchan, unchalik bisimda ishlamasa-mu, ammo nihoyat shahvatparast bo'lg'achqa, u xizmatga ko'ngil bo'lmay, shahvatparastlikka berilib ketgan. Shuning bilan yosh turiblar ketib qoldi. Igilikni tiklamak ta'sir olgan bilan boy igilikni boshqarish unumli ta'sir to'xtaydi. Demak, shu igilikni saqlash uchun birinchisi sizda sog'lom bo'lgan bir badan bo'lishi. Undan keyin o'zingizni kontrol qila oladigan, ya'ni shundoq o'zingizning badaniga ziyonli bo'lgan qilmishlarni vaqtida kontrol qila oladigan bir holatni, ya'ni bir odat shakllantirgan vaqtingizda, demak, siz uzungacha o'zingizning korxonasini, tijoratni yuksaltirib olasiz. Agar siz bu gaplarni qo'shilsangiz, astagi imkon sayoniga alt raqamini qoldirib qo'ying. Ishbalchalikqa, igilik tiklash, korxona boshqarish, jahandorchilik san'ati va nutq ma'rifatga oid darslarni olmoqchi bo'lsangiz, ayirib qalam uchun qiling, men maxsus dars so'zlaydigan to'pimga sizni qo'shib qo'yaman.